Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun siz bilan davo muolajalarini to'g'ri qabul qilish va ovqatlanish rejimi haqida suhbatlashamiz. Davo muolajalarini sizga shifokoringiz huzuriga borganingizdan keyin, sizga chuqur kerakli tekshiruvlarni o'tkazgandan keyin shular asosida sizga retsept yozib beradi. Bunda dorilarni siz aptekadan olasiz. Albatta, aptekadan olgan paytingizga dorilarni ishlab chiqarish sanasi, muddatini, albatta uning dorini tarkibini aniq o'qib olishingiz kerak. Chunki bunda aptekachi ham adashishi mumkin. Bir xil shunaqa dorilar bor. Bitta harf o'zgarishi bilan boshqacha ta'sirga ega bo'luvchi dorilar bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta shifokoringizga uchrashib, dorilarni ko'rsatib to'g'riligini qabul qilish kerak. Ham desa dorilarni o'z vaqtida, yozilgan vaqtida qabul qilish kerak. Keyin ovqatlanish rejimi. Ovqatlanish rejimi bunda albatta muhim rol o'ynaydi. Siz aytishingiz mumkin, men dorilarni o'z vaqtida qabul qilyapman-ku deb aytishingiz mumkin, lekin bunda ovqatlanish rejimi ham juda katta muhim rol o'ynaydi. Gaz ichimliklar, masalan, spirtli ichimliklar, achchiq sho'r mahsulotlari, kislotalar sostavida, tarkibida kislotalar mahsulotlar bo'lgan ovqatlarni cheklash buyuriladi ko'pincha. Shu narsalarni cheklash kerak. Chunki bu mahsulotlar yog'liqlanish bosqichlariga o'zaro ta'sir ko'rsatadi. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang.